Hayriye chiqdi. Men qarang hamsiya, bu mahallada bo'layotgan ishlardan xabarlaringiz bormi? Bunday bir qo'shilib turingizlar. Kecha mana 4-etajdagi hamsiyamiz eri bilan jiqqa mushib urishib bir-birini go'shin jeb yotdi-da. Sizlar urushyapsizlar deb o'yladim. Keyin uchastkovoy keldi. To'g'ri, uchastkovoy deb men chaqirdim. Lekin baribir ki mana yerda bir oilani ahilligini ushlab qolish kerak-ku, to'g'rimi? Uylaringizga chiqsam hech kim ochman. Keyin nariga 4-etajga chiqdim. Ularnikida bo'lyapti ekan. Ajrashib ketsa nima bo'ladi? Uni buni qo'ying. Siz meni otim bilasizmi o'zi? Bilmaysiz, ha? Bilmaysiz. Xurshida meni otim. Bilmasangiz bilib oling. Xurshida deb chaqiraverasiz. Lekin men siznikini bilaman. Otingiz Zarina. Hasanboy akaning qizi bo'lasiz. Eringiz bilan 3 yil sevishibsizlar. Onasini jo'natganda, sovchilikka borganda, men bunaqa qizni olib bermayman degan ekan. Siz galboy ko'ylakda chiqqan ekansiz. Keyin baribir bilmayman, sevgilaring kuchlik qilganman. 2 yildan keyin o'laman, sottar shunga uylanaman deb ikkinchi marta sovchisini jo'natib, rozivoy ko'ylakda chiqqaningizni qaynonangiz yaxshi ko'rib qolgan ekan. Men hamma informatsiyani bilaman. Sizlarda ham bolalaringiz bor, meni ham bolalarim bor. Kelajagini o'ylangizlar. Kirdi-chiqdi ko'p bo'lyapti bu uyda, 4-etajdagi uyda. Har kuni janjal, kirdi-chiqdi juda ham ko'p. Bema'ni odamlar ko'chib kelgan. Nima, faqat men o'ylayman bolalar kelajagini. Sizlar ham o'ylangizlar bunday tarbiyasiga ta'sir qilmasin. Mahallaga aralashinglar, pul beringlar kerak bo'lsa. O'zi bor-ku, bir tuturug'ingiz yo'q ekanda. Turishingizni qarang. Faqat o'zingizni tozalamang. Bunday bir podizlarni ham supurib tozalang. Nima, qishloqqa kelganman men endi shahardan hamma joyda barda qilib yotaversam tarakan boshsiz deb o'ylayapsizmi? Qishloqdan boshlangan etika, estetika. Bilasizmi shuni? Aytganlarim esingizdan chiqmasin. Hammasiga rioya qilmasangiz bo'lmaydi. Esingizdan chiqsa qog'ozga yozib qo'ying. Bo'l, boravering. Hamsiya